Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? 2026-yilda 1-yanvarida turibmiz. Xudo xolasa hammalaringga bayram muborak bo'lsin. Bir joyga kelganman. Akalar, ukalar, qadrdonlar, videoni o'tkazmasdan bittadan layklarni urib tarqatib qo'yasizlar. Bir akamiz oldiga kelganmiz. Hozirlarga batafsil ko'rsatib boramiz. Iltimoslardan videoda keng ko'lamli qilib tarqatib qo'yishlarini so'rab qolaman. Yilning boshida sizlardan yordam so'ramoqchiman. Ehsonni mukofoti ehson, albatta sizlardan iltimos qilib qolamiz. Videoni boshladik. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar. Navkan bu aka? Ha, Navkan. Asaka tumani Navkan MF deyiladi aka. Navkan mahallasiga kelganmiz. Akamizni oyoqlariga qaranglar, e'tibor beringlar. O'ta ham ishib ketgan. Akalar, ukalar, hozirgi kunda akamizni oyoqlarini davolash kerak, operatsiya qilgizish kerak. Shunga operatsiyaga ozgina sizlardan yordam so'raymiz. Akamiz hozirgi kunda umuman ishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Ko'rib turibsizlar. Farzandlarini 5 ta farzandi bor, voyaga yetmagan. Juda ham qiyin ahvolda ekan. Iltimos qilib qolamiz sizlardan akamizni karta nomerlarini pastga qo'yapmiz. Nech pul bo'lsa ham ehson qilishlarini so'rab qolamiz. Shu kunlarda akamiz oyoqlarini operatsiya qilgizish kerak. Aka, operatsiyaga nech pul mablag' ketar ekan aka? Operatsiyaga hozir gaplashdik, Toshkentga borib. Xudo xolasa bir 50 million, 60 million atrofida pul ketadi deyishyapti. Xudo xolasa shu bilan davolab olamiz deb harakat qilyapti. Xudo xolasa konsultatsiyalarda yozib bergan, nech pul mablag' ketishini, hamma yo'g'ini davolashlarini. Endi qo'linglardan kelsa ehson qilsanglar, agar mablag'i yo'q odam bo'lsa, shu videolarni tarqatib qo'ysanglar, Allohning yo'liga. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Inshaalloh hammalardan yordam so'rab qolardik. Do'stlar, shu akamizni podpischilari, akalar. Aka, oyog'ingizga nima bo'lgan o'zi? Oyog'im 2014-yilda ishib ketgan, limfostaz deb tashxis qo'ygan bu oyog'imga. Shu bo'yi bizda mutaxassislar yo'qligi uchun faqatgina ozgina qaytarish bilan davolanib kelyapmiz. Endi xudo xolasa Toshkentda shu biz aytgan mutaxassislik bo'yicha klinika ochilibdi, xususiy klinika. Ozgina ko'proq mablag' so'rayapti, shu 50 million, 60 million atrofida. Xudo xolasa agar yordaminglar bo'lsa, qo'linglardan kelsa yordam bersanglar, shifo topsak, inshaalloh bizdan qaytib qoladi. Inshaalloh. Haqqinglarga duoda bo'lamiz, akalar. Akamizni farzandlarini ko'rib turibsizlar. Fatima Zuhra Shirinan Shakar farzandlari bor ekan, Hadijaxon. Mana o'g'illarimiz voyaga yetmagan farzandlari bor ekan. Hozirgi kunda juda ham qiyin ahvolda ekan. Akamiz ishga yaroqsiz bo'lib qopti. 50 million, 60 million shu operatsiyasiga o'zi Hindistonda qilinadigan bo'lib, u yoqqa mablag' yetmasdan oxiri O'zbekistonda qilishadigan bo'libdi. Hozir mana qog'ozlarni ham, dokumentlarni ham hammasini ko'rsatdi bizga. Aka, ishonmasangiz mana shu narsalarni ko'ring, hamma narsalarni tekshirtirib, yanvar oyiga o'chirib olib qo'ydik doktorlardan Toshkentga. Shunga mablag'imiz yetmayapti aka deb bizga murojaat qildi. Xudo xolasa yilning boshida qadrdonlar, yilning boshida turibmiz. Ehsonni mukofoti ehson. Shu yilning boshida ehson qiling, albatta ko'rasiz natijalarini. Xudo xolasa shu bolalarni, go'daylarni iloyim baxtiga otalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammasi Allohdan.
Alloh shifosini bersa hech narsa emas. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Akamizni pastga nomerlarini qo'yapmiz. Karta raqamlarini, o'zlarini karta raqamlarini qo'yapmiz. Nech pul bo'lsa ham qo'llaringdan kelganicha ehson qilishlaringni so'rab qolaman sizlardan. Akalar, ukalar, sizlar bilan Shuhratbek Sobirov. Ehsonga qurbulari yetmaydigan insonlar videolarni tarqatib qo'yinglar. Bilgan bilmaganlarga. Salomat bo'linglar aka-ukalar.